Salom, qadrli do'stlar, qadrli zo'r mebel obunachilari, navbatdagi xonadonimiz mebellarni ular joylashtirib oldik xudo xolasa. Bu joyimizga ham kuxniy nabor, ham bu yog'iga detskiga parta, shkaf, oynali trimo shunaqa narsalar qilib berdik. Общий 26 million so'mga dogovor qilganmiz. Hozir o'zlaridan ham eshitib qolasizlar, xonadon egasidan. Bitta tafsilot aytib o'tsangiz, manzil qayerda, necha pulga dogovor qildik, necha pul zavod berdi? YouTube'dan ko'rib, akanamiz urmay berdi, YouTube'dan ko'rib chaqirib zakaz qildik. Akanamiz 26 million so'mga bo'lgan kuxniy mebel, ya'ni detskiy stolimiz, truma, shkaf hammasi ichida zo'r mebelga rahmat, haqiqatan zo'r chiqdi. Bu manzil Pastdarg'om tumaniga kelib, akalarimiz qilib berdi. Chin ko'ngildan rahmat. Ko'ngillariga zo'r chiqdi. Rahmat akalarga. Sizga ham katta rahmat. Dilshod akaning o'g'illari Naymanda turibmiz. Xudo xolasa ko'rib turgan mebellarni hozir sizlarga chiroyli yetkazib, unumli qisqagina qilib beramiz. Ukajon, o'tib turavering. Yaxshi kunlar ishlatasiz. Rahmat sizga. Bu yerga fikr yuritishga shoshilmay turinglar. Bu yerda rangidan tortib ruchkasigacha hamma narsasini xonadon egasi o'zi aytib belgilab qildirtirgizdi. Shu joyimizga misol uchun 3 etajli kuxniy naborimizni birinchi variantimizni men o'zim taklif qilgan vaqtimda bez ruchka variantini taklif qilganman. Bular bo'lsa ruchkali qilib beringlar, sababi bizga udobniyroq bo'ladi dedi. Ruchkalarni ham o'zlari rangiga tanlab berishdi. Ranglarni ham xuddi shunday, dizaynni ham даже tanlab berishdi. 90 santimetrlik gazpritani o'zlari olishdi. 90 santimetrlik skritniy vechkamizni o'zlari olishdi. Bu yerda moykamiz bo'ladigan bo'lsa, buni ham o'zlari olishdi. Hamma narsasini o'zlari olib berdi. Biz mebelni o'zini chiroyli qilib yasab qo'ydik, xudo xolasa. O'zlarining iltimosiga ko'ra pastga 3 ta tortma joylab berganmiz. Tortmalarni ochib yopishlarga e'tibor berasizlar. Mikrovalkasi ertaga keladigan, ertaga kelsa qo'yib oladi. Duxovka mikrovalkani joylarini qo'yib berganmiz. Uning ustiga mana shkaflarni qo'yib berdik, xudo xolasa. Bu joyimizga bo'ladigan bo'lsa, sushulkalarni joylab berdik. Sushulkalarni ham akkurat holatiga chiroyli o'rnatib berdik. Past taraflariga bo'ladigan bo'lsa, musor paxallarini joylab berdik. Bu joyimizga o'zi asli xolodilnik joylamoqchi edik. Lekin aytdi, xolodilnik boshqa xonaga o'tib ketadi. Bu yerga kerakli shkafni joylab bering degan uchun kerakli mana shu shkaf joylab berdik. Polniy polka. Bu joyga oshxonadagi eng katta hajmdagi narsalarni shu joyga joylashtiradi bo'lsa. Bilinchlarni oqidan stali shissasini oqidan qilib berdik, 4 santimetrlik stali shissasini hamma narsasini bo'lsa konkretni o'rnatib qo'ydik. 100% ichki tarafi ham, tashqi tarafi ham qalin lenta qilib, plastmassalarni hamma narsasini joy-joyiga qo'yib qo'ydik, xudo xolasa. Sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar bor. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. 12 ta viloyat bo'yicha dostavka, uстановка hamma narsamiz bepul, xudo xolasa. Like bosinglar, sizlar bilan zo'r mebellar ko'rishishga deb qo'yamiz. Salomat bo'ling.